Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 14-mart 2026-yil navbatdagi Changan mashinamiz atrofiga mana tungi o'ra bo'ldik. Changan T1. Shunaqa mashina kimda bo'lsa telefon qilishlari mumkin, qoplab beraveramiz. Shunaqa atroflariga chiroyli holatda e'tibor berib qo'yasizlar. Yo'llariga chiroyli holatda bo'lgan. Shumkalari bilan обязательно qoplanadi. Yo'llari ham mana ideal holatda bo'lgan. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soatlarda ichida, 1-2 soat ichida o'rnatib beramiz. Murojaat uchun raqamlarga behijolat telefon qilaverasizlar. Shumkalar ham ishlaydi. Bu akamiz poliga tunika qoplatmadi, poliga rezinka tashlaydi ekan. Rezinkasi hozir bizda yo'q, lekin uni ham topishga harakat qilamiz. Tagidan ham zaklopka samolyotlar urilmagan, ko'rishingiz mumkin. Hammasi cho'tka holatda tag tomondan uriladi. Shogird. Shogird bola.